Patsientkamiz yoshlari 50 da, menopauza, qondan qolganlariga 3 yildan oshdi. Shunga qaramasdan bo'ladi ожирение 2-3 stepень va gipertoniическая болезнь. Oyma-oy, 3 oyda, 4 oyda bir qon aralash выделениyalar bezovta qiladi. UZIda o'zlarida Rossiyskiy Federatsiyada qildirganlarida giperplaziya endometriya deb qo'yilgan. O'zi normada bunaqa возрастной ayollarda 5 mm gacha norma hisoblanadi, lekin bularda 13 mm bo'lgani hisobiga, qondan qolganlarini 3 yildan oshgani hisobiga giperplaziya endometriya tashxisi qo'yilgan. Gastroskopiya yordamida kirib ko'rildi. Endometriya orqa devorida выраженная очаговая giperplaziya va biz buni hozir rezektoskop yordamida polностью oldik, gistologik analizga yubordik. Bularda endometrioz bo'lgani hisobiga va giperplaziya qayta takrorlanmasligi uchun сразу profilaktika giperplaziya endometriya сразу Mirena spiralini endometriy qatlamiga o'rnatib